Assalomu alaykum hurmatli Xatamet komandasi. Bugun mana Xatamet kompaniyasida ko'p yillar halol mehnati bilan, vijdonan, aqliy va jismoniy mehnati bilan kompaniyaga o'z egasidan ham yaxshi xizmat qilgani uchun Javlonboy akaga o'z olqishimizni bildiramiz va shuncha yil bizlarga yaxshi xizmat qilgani uchun Javlonboy akamni tabriklaymiz. Gramata bilan. Yana bir gramatamiz var. Bu gramata, bu sertifikat Rasululloh sallallohu alayhi va sallam dedilar. Bir umra keyingi umraga bo'lgan oraliqdagi gunohlarga kaforatdir. Mabrur hajining mukofoti esa faqat jannatdir. Imom Buxoriy rivoyat etdi. Ushbu yo'llanma 2025-yil umra ibodatini ado etish uchun Xatamet kompaniyasi nomidan Javlonboy aka umra qojilik sertifikati taqdim etiladi. Javlonboy aka, mana kelganingizga 6-7 yil bo'ldi. Birinchi bo'lib Allohning orqasida, ikkinchi bo'lib ota-onamiz orqasida, uchinchi bo'lib mana shu sizning orqangizda, mana shu yoshlar Xatamet komandasi Azamat, Otabek, Yarqin hammasini, mana shu Nurali hammasining orqasida bizlar chet elma chet el sizlarning podдержкаңlar bilan o'qib yuribmiz. Hammanglarga qilgan mehnatinglarga mingdan ham ko'p rahmatlar aytaman. Ta'zim bilan sizlarni tabriklayman. Mana Labbay Allohim labbay, chaqirsang deyman labbay, borguncha aytay labbay, hajga borgim keladi, shaytonga tosh otsaydim, gunohlarim to'ksaydim. Umraga borgan vaqtda Monjavda 17 kilometr yurish kerak bo'ladi-da. Shunda qiynalib qolmasdan Priyamo Istanbuldan zakaz qildirib, issiqqina bir krossovka sovg'a qilmoqchimiz. Mana.